10 savolga 10 javob. Birinchi savol. Sudsiz ajrashish mumkinmi? Agar er-xotin o'rtasida voyaga yetmagan bolalar, shu jumladan farzandlikka olinganlar va homiladagi bola bo'lmasa, mulkiy nizolar mavjud bo'lmasa, taraflar nikohdan ajrashishga o'zaro rozilik bildirishsa, nikoh fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organida sudsiz bekor qilinadi. Nikoh shartnomasi nima va u qachon tuziladi? Er va xotinning nikohda bo'lgan davrida va er va xotin nikohdan ajratilgan taqdirda ularning mulkiy huquq hamda majburiyatlarini belgilovchi kelishuv nikoh shartnomasi hisoblanadi. Nikoh davlat ro'yxatiga olinganga qadar tuzilgan nikoh shartnomasi nikoh davlat ro'yxatiga olingan kundan boshlab kuchga kiradi. Nikoh shartnomasi yozma shaklda tuziladi va notarial tartibda tasdiqlanishi lozim. Ishonchnoma qancha muddatga amal qiladi? Ishonchnoma ko'pi bilan 3 yil muddatga berilishi mumkin. Agar ishonchnomada muddat ko'rsatilgan bo'lmasa, u berilgan kundan boshlab 1 yil mobaynida o'z kuchini saqlaydi. Ishonchnoma berilgan kuni ko'rsatilmagan taqdirda esa u haqiqiy hisoblanmaydi. Qarzdordan pulni qanday undirish mumkin? Qarz olgan shaxs qarzni qarz shartnomasida nazarda tutilgan muddatda va tartibda qarz beruvchiga qaytarishi shart. Agar qarzni qaytarish muddati shartnomada belgilangan bo'lmasa, qarz olgan shaxs uni qarz beruvchi qarzni qaytarishni so'ragan, ya'ni talab qilgan kundan boshlab 30 kun mobaynida qarzni qaytarish kerak bo'ladi. Qarzni o'z vaqtida qaytarmagan taqdirda qarz beruvchi tumanlararo fuqarolik sudiga da'vo tartibida ariza kiritib, sud orqali qarzni undirib olishlari mumkin bo'ladi. Aliment qancha miqdorda undiriladi? Agar voyaga yetmagan bolalariga ta'minot berish haqidagi ota-onalar o'rtasida kelishuv bo'lmasa, ularning ta'minoti uchun aliment sud tomonidan ota-onaning har oydagi ish haqi va boshqa daromadlaridan bir bola uchun 4dan 1 qismi, 2 bola uchun 3dan 1 qismi, 3 va undan ortiq bolalar uchun esa yarmisi miqdorda undiriladi. Bu to'lovlarning miqdori taraflarning moddiy yoki oilaviy ahvoli va boshqa e'tiborga loyiq holatlar hisobga olgan holatda sud tomonidan kamaytirilishi yoki ko'paytirilishi mumkin. Har bir bola uchun undiriladigan aliment miqdori qonunchilikda belgilangan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 26,5% dan kam bo'lmasligi kerak. Ya'ni bu bugungi kunda bir bola uchun eng kamida 336.815 ming so'm to'lanishi nazarda tutiladi. Sariq chiroqda o'tish mumkinmi? Svetoforning sariq ishorasi harakatlanishni taqiqlovchi belgi hisoblanadi. Svetoforning yashil chirog'idan keyin sariq chiroq yonganda keskin tormoz bermasdan to'xtashga ulgura olmaydigan haydovchilarga harakatlanishni davom ettirishga ruxsat etiladi. Va shunday holatlarda jarima kelsa, ularni bekor qilish mumkin bo'ladi. Eski dollarni bank qabul qilishi shartmi? Quyidagi holatlarda xorijiy valyutani, dollar, yevro, rublni muomalaga yaroqli hisoblanadi va banklar ularni qabul qilinishi shart bo'ladi. Banknota eskirgan yoki kir bo'lsa, ammo rasmlari va yozuvlari aniq ko'rinib tursa, yirtiq joylari yopishtirilgan bo'lsa, lekin yirtiq pulning eniga yoki bo'yiga 4dan 1 qismidan oshmasa, kichik burchagi yoki qismi yopishtirilgan bo'lsa va u 1 sm² dan oshmasa, mayda yozuvlar, muhr yoki dog'lar bo'lsa, ammo ular banknotaning asosiy belgilarining 50% dan ortig'ini yopib qo'ymagan bo'lsa, diametri 1 mm dan oshmagan mayda teshiklari bo'lsa va ularning soni hektadan ko'p bo'lmasa, banklar ularni qabul qilishi shart hisoblanadi. Shunday kupyuralarni bank eski, kir yoki shikastlangan deb asossiz rad etishi yoki foiz ushlab qolishi har doim ham qonuniy hisoblanmaydi. Homilador ayolni ish beruvchi o'z tashabbusi bilan ishdan bo'shatishi mumkinmi? Mehnat kodeksining 163-moddasi 1-qismi 6-bandi hamda 408-moddasiga asosan homilador ayollar bilan tuzilgan mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusiga ko'ra bekor qilish taqiqlanadi. Ushbu kodeksning 408-moddasiga ko'ra xodim ishlayotgan tashkilot yoki uning tarkibiy bo'linmasi tugatilganda yoxud yakka tartibdagi tadbirkor ish faoliyatini tugatganda mehnat shartnomasini bekor qilish mumkin emas. Agar mehnat shartnomasi muayyan muddatga tuzilgan bo'lsa va bu davrda ayol homilador bo'lib qolsa, ish beruvchi xodimning arizasi va tibbiy ma'lumotnomasiga asosan mehnat shartnomasini homiladorlik davri tugagunga qadar, agar ayolga homiladorlik va tug'ish ta'tili berilgan bo'lsa, bu ta'tillar tugagunga qadar uzaytirilishi shart. Boshqacha aytganda, homilador ayollar bilan muddatli mehnat shartnomasi imzolangan bo'lsa, shartnomani muddatidan oldin homiladorlik va tug'ish ta'tili tugagunga qadar uzaytiriladi va uni bekor qilish mumkin emas. Dastlabki sinov muddati qancha?
Dastlabki sinov muddati 3 oydan tashkilotlarning rahbarlari va ularning o'rinbosarlari, shuningdek bosh buxgalteriya hamda tashkilotning alohida bo'linmalarining rahbarlari uchun esa 6 oyni tashkil qiladi va bundan oshib ketishi mumkin emas. Vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik vaqti va xodim haqiqatda ishda bo'lmagan vaqtlar dastlabki sinov muddatiga qo'shilmaydi. Ijara shartnomasi tuzmasdan uy-joyni ijaraga berganlik uchun javobgarlik mavjudmi? Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159.1-moddasiga ko'ra, fuqarolar o'rtasida turar joyni ijara shartnomasiz ijaraga berganlik uchun aybdor shaxslarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravargacha miqdorda jarima solinishiga sabab bo'ladi. O'z savollaringizni izohlarda yozib qoldiring va Adliya TV'ni doimiy kuzatib boring.